yoki Abdulla Qodiriyni olaylik. Endi bular. Men o'sha Abdulla Qodiriyni o'sha surati bo'lsa ko'rsatsalar yaxshi bo'lardi. Haligi nimada NKVD jallodlari qiynoqlar ostida suratga olgan nimasi borda. Yana o'zligi suratga ham olib qo'yishgan. Ha, suratga olishgan. Yana bular ikki tarafdan suratga olishadi. Bu yoqdan ham, bu yoqdan ham. Shu qarang, bunday odamlarni endi mana Qodiriyning asarlari mana qancha aytib o'tdik. O'sha o'tgan kunlarni Mehrobdan Chayonga o'xshagan asarlar qani? Yaratilmadi-ku. Yaratilmadi-ku. Kim nima desa ham men dangal aytaman, yaratilmadi bunaqa asarlar. Oltin fond. Oltin fond. Bu dunyo miqyosidagi asarlar. Hozir mana ingliz tili, arab tillariga tarjima qilinayotgan ekan. Agar mana shu kishi agar tirik qolganda, shu kishiga yo'l ochib berilganda, o'sha qatag'on bo'lmaganda bu odamlar ne darajaga chiqishi mumkin? Bu odamlar Tolstoydan ham, Charles Dickensdan ham o'tib ketishi mumkin edi bemalol. Ular yoshligida qatl qildi. Ular nima uchun? Mana. Bu yuziga qarang, qancha istrob, axir bu qancha bu yerda qiynoqlardan istrob qilmayapti bu odam menimcha. 1 yil davomida o'sha yerda tasavvur qiling, NKVDning jallodlari bu odamni qanday qiynoqlarga solgan, bir Alloh bir endi o'zi bilib ketadi, bilgan. Mana yozyaptilar, men haqiqat yo'lida qarang, qanday jazo qiynoqlardan qo'rqmayman. Agar olmoqchi bo'lsalar, agar otmoqchi bo'lsalar, ko'kragimni kerib turaman deyaptilar. Erkak odamlar bo'lgan. Bu istrobi nimadan? Istrobi o'sha millatimizni endi qullikka tushib qolishidan. Endi boshqa qaysi oydinlar u millatni ko'zini ochadi degan ma'noda. Balki o'sha sotqinlarni o'ylab o'sha istrobdadir balki. Nahotki millatni nimasi, millat adabiyoti, millat madaniyati, millat san'ati nahotki shu sotqinlarning qo'lida qolsa kerak. Qolsa deb balki shuning uchun nima qilayotgandir. Masalan, ixtiyoriga bir narsa o'sha fransuz revolyutsiyasi yoki boshqa shunga o'xshagan umuman 17-yildagi revolyutsiya deyiladi. Yo'q, biz uni hurmatli muxlislar 17-yilligini biz revolyutsiya deymiz, uni davlat to'ntarishi deymiz biz. U Lenin boshliq bolsheviklarning davlat to'ntarishi edi, jinoyati edi. Biz shunday deb atamiz. Mana bunda davlat boshiga keyin o'sha terrorchi, bir jinoyatchilar kelganda, masalan, Stalinga o'xshagan odamlar jinoyatchidek bir odamlar kelgan. Lekin bizning o'sha ajdodlar, ziyolilar haqiqatan mustaqillikni o'ylagan, O'zbekiston mustaqil bo'lib rivojlanishini o'ylaganlar, bularni qarang, hech birining ichida jinoyatchi yo'q edi, ixtiyor aka. Masalan, mana Qodiriy, Cho'lponlar, Abdurashidxon, Munavvarqori Abdurashidxonov, Behbudiylar, bular haqiqiy oydinlarda, mana ichida birorta jinoyatchini topa olmaysiz. Masalan, hurmatli muxlislar, o'zingiz o'ylab ko'ring. Masalan, o'sha bolsheviklar partiyasini ichida avvallari jinoyat uchun qamalganlar, unisi surgunlar, boshqa masala. Bu mana shunday masalalar juda ham ko'p edi. Lekin oydinlar, bizdagi oydinlarning ichida ixtiyoriga birorta bir aybi borini ko'rmaysizda. Chunki bu millat guli-ku, bu qanday bu jinoyat? Bular o'qimishli odamlar, bular yaxshi tarbiya ko'rgan, mehnatkash odamlar. Mana ko'pchilik aytadi, boyni bolalari bo'lganda, mazza qilib shuning uchun ular o'qiganda, yo'q, undan emas. U boy bo'lish uchun ham inson mehnat qilish kerak, aql, bilim kerak. O'sha Qodiriy domlani, mana Abdulla Qodiriyni mana uy muzeyiga ham bordik. O'sha nabiralari Xondamir akalar bilan uchrashdik. Mehnatkash odamlarda ko'rinib turibdi-da. O'sha bobosi ham mehnatkash. O'sha Abdulla Qodiriyni bobolari ham uzum ekib, o'sha boyagi yeriga ishlov berib, hosil olib, uni sotib, chorva bilan shug'ullanib, qarang. Qanaqasiga u ana bo'lishi mumkin? Qanday? Yoki tijorat bilan shug'ullangan. O'ylab ko'ring, o'sha davrdagi boylarimizning orasida shu darajada bo'lgan insoflilari qancha odamlarga qancha yaxshiliklar qilib, endi hammasi bolsheviklar ko'rsatganday, hammasi yovuz, yomon odamlar bo'lmagan. U bolsheviklar bizga o'sha nima deydi? Aldab bizni mana mafkuraviy, bizni ahmoq qildida necha yillar davomida. Boy desa bizda shunaqa fikr kelardi, yomon odam boy bo'ladi. O'sha bolsheviklarning o'sha ayniqsa mana bu jazo o'sha organlari, jazolovchi organlari, birinchi ЧК, ВЧК, to'g'rimi? Keyin OGPU, NKVD, KGB o'zi boshliqlaridan ma'lum etdi bularni kimligi. O'sha kim? Derzhinskiy, Menjinskiy, keyin mana Yagida, Izov. Bular ruhiy sog'lom odamlar emas edi. Bular ruhiy sog'lom, bular maniak-ku ko'pchiligi. O'g'ri, maniak, qotil. Bu tepasida shunaqa odamlar turgandan keyin ularning qo'l ostida nima? Sizcha nima? Aloqalar nima ishlaydi bu yerda? Hammasi shunaqangi o'sha nima deydi?
kasal ruhiy, ular azoblab odamlarni azoblab menimcha lazzat oladiganlar borki, sadizm. Ko'pchiligi sadistlar bo'lgan. Mana yetim xolalardan ataylab shular o'shalarni ishga olishgan, qarindosh urug'i bo'lmasin, rahm shafqatni bilmaydigan odamlar yoki umuman o'sha hayotda o'sha psixologik testlari bo'lgan ularni. Menimcha bilmadim, hozir masalan boshqa mana bu diktatura davlatlarida bo'lsa kerak hali ham. Mana shunaqa odamlarni terib ishga olgan ular. Mana birovni urganda, birovni azoblaganda lazzatlanadi, tasavvur qiling. Chunki qancha uning uchun qanaqa u odamni tasavvur qiling, ertalabdan kechgacha mushlash uchun masalan yurak bo'lmasligi kerak. qanaqa u odam bo'lish kerak? U mushlash mayli, uni azoblab, ularni tirnog'ini sug'urish, ularni o'sha bigizlar bilan qiynash. U dahshat-ku. Shu Ivan Grozniyni boyagi nima deydi, nimalari bor edi, jallodlar, oprichniklar. Qolishmaydi bular ham o'sha Ivan Grozniyning oprichniklaridan. Qaynab turgan qozonlarga odamni tashlash nima bo'lmagan deb o'ylaysizmi? Albatta bo'lgan, KGBda ham bo'lgan, boshqasida ham bo'lgan. Qarang, mana qiynoqlar haqida hozir yana davom etamiz. Aytganingizdek, ruhiy nosog'lom dedingiz. Mana Stalin o'z atrofidagi odamlarni xotinini qamattirib qo'ygan. Buning uchun odamni qanday bir axloqiy qancha azoblash kerak o'ylab ko'ring. Bu nima degani? Masalan, o'zini yaqin jo'rasini xotinini qamab qo'yapti va jo'rasi bundan nolib kelsa, "Mazaku, xotiningdan qutulibsan" deyish uchun qanchalik bir axloqsiz maniak bo'lish kerak, ixtiyoriy. Qanchalik odam bo'lish kerak o'ylab ko'ring. Yoki masalan odamni bir-biriga sottirish, o'ylab ko'ring, bolangizdan talab qilyapti-ya, o'ylab ko'ring. Mana Habbulla Qodiriyni nimasini kecha o'qidim. O'sha Nabijon Boqiyning nimasida Habbulla Qodiriy o'sha unga taklif berishyapti. "Ey", deyapti, "mana bolasi, dushmanning bolasi", deyapti. "Yoz", deyapti. O'sha tergovchi NKVDchilar. "Sen dushmanning bolasi, mana unga yoz, otamdan voz kechaman deb yoz. O'shanda seni qo'yib yuborishimiz mumkin. Shunda seni porloq kelajak kutyapti. Shunda seni kechirishimiz mumkin." Qanday otang-ku u seni? U seni otang, padari buzrukvar. Sen otangni sotishing kerak, o'ylab ko'ring. Yoki onangni sotishing kerak. Sen qalbingni, yuragingni, shaytonga yuragingni sotishdek gapda bu. Sen Xudodan voz kechib, mana shu shaytonlardan o'shalarga xizmat qilish uchun sen hamma narsangni sotishing kerak. Va bunga asarlar ham yozildi, Pavlik Morozov. Mana o'sha kecha Qodiriyning nimasini o'qidim, dahshatga tushdim. Hammasi sotadi. Hech kerak bo'lsa g'ofir g'ulomlar ham bor ichida. Sotqinlar. Sotadi dangal. Balki qo'rqqandir o'sha paytda. Men u odamni endi bilmayman holatini. Sotadi. Yana u mayli o'sha yerda sotib chiqqani ham mayli. 56-yil oqlanadi-ku bular. O'sha oqlash payti yana chaqirishadi-da. O'sha shunaqa ko'rsatma bergandingiz, qaytib olasizmi desa, yo'q deydi. Qodiriy o'zi dushman edi rostdan ham. Yana ikkinchi marta ham sotadi. Xuddi Iso alayhissalomni sotishadi-ku shogirdlari haligi. Aytadi, "Sizlar meni 3 marta sotasizlar" deydi. O'shanday buni ham xuddi bularni ham o'shanday. Bu haqda hujjatlar bor. Hujjatlar kecha Nabijon Boqiyning qatlnomasidan o'qib ko'ring, ishonmasalaring. Bir o'qib ko'ringlar shu asarni. Men hayron qoldim. U yerda juda ko'p odam sotgan ekan shularni. Keyin eng yomoni ularga amallar, ularga davlat mukofotlari. Endi ular rohat farog'atda yashadi deb o'ylaysiz-da? Hayratxo'ja, yo'q. Ular rohat ular vijdon azobida yashaydi umrining oxirigacha. Unday qilib yashagandan ko'ra o'sha yerda o'lganing 1000 marta yaxshi emasmidi? Aytadi-ku, mard bir marta o'ladi, nomard bir umr doimo mangul o'ladi u. U hali narigi dunyoda uni javobini endi tasavvur qilavering. U mardku, u jannati bo'lishi ehtimoli katta. Buchi bularchi? Albatta. Qiyin masalalar. Endi o'zumuman mana shunday xalqni qiynashdan o'zi maqsad nima bo'ladi, ixtiyor aka? Xalqni qiynash boya qo'rquvda, terror. Ya'ni nima deydi? Mana shunday odamlaring ketdi-yu, senlar kimsanlar? Qolgan endi senlar jim o'tirib paxta terishing kerak. Bizni aytganimizni qilasan. Xalq nima qilsin? Millat oydinlari. Masalan, Abdulla Qodiriyni kim o'ylabdi bu odamni qamashga bularning jur'ati yetadi deb. Shunday katta asarlarni yozgan, butun xalqning sevgisida, butun xalq yig'lab o'qiydi uni asarlarini. Million shu Turkistonda hamma Qashqargacha ketgan dovrug'i. Bu yoqqa Eron, bu yoqqa Turkiyagacha ketgan odam. Ular ham haligi Aleksey Tolstoy degan yozuvchi bo'lgan. Eshitgan bo'lsangiz, Pyotr Birni yozgan, Stalinning lyubimchigi, Stalinni yaxshi ko'radigan yozuvchi. Qodiriy domla mehmon qilgan uyida necha marta shu odam Toshkentga kelgan, Tolstoy jo'rasi bo'lgan. Kim o'ylabdi buni Qodiriyni qamab yo'q qilib yuboradi bo'lar deb.
Tolstoy qutqarib oladi hech bo'lmasa deb o'ylaganda. Yoki hech kimning jur'ati yetmaydi bu odam ertaga xalq ko'tarilib ketadi. Yo'q, hech kim ko'tarilmadi ham. Ketdi. Qaytanga Habibulla Qodiriyni ayblaydi haligi mahallasidagilar. Seni o'sha la'nati otangni deb mana cho'chqa suv oqadigan suvni ichib o'tiribsiz deb. Cho'chqaxona qurdiradi-da, bolsheviklar ataylab o'sha uyni tortib oladi-ku. Qodiriyni uyini tortib olib bog'ini. U yerdan o'sha tepalikda bo'lgani uchun suv mahallaga tarqaydi. Mana Samarqand darvozasida. O'sha ataylab 100 ga yaqin cho'chqani olib kelib, bolsheviklar cho'chqaxona qildiradida, boyagini shaltog'i mahallaga oqadi. U mahalla ichishga majbur-ku suvni. Boshqa nima qilsin? Cho'chqan suv oqib keladi, u boshqa suv yo'q-ku u yerda. Tashib icha olmaysiz-ku boshqa yerdan. Keyin buni so'kar ekanda. O'g'lini. Seni la'nati otangni deb mana biz cho'chqa suv ichib o'tiribmiz. Ahmoq, sen kimni so'kishing kerak? Stalinni so'kmaysanmi? Yoki bolsheviklarni ayblamaysanmi? Qanday Stalin so'kadi? Stalin o'lganda uvvos solib yig'lagan. Bular yig'laydi, yo'q. Bularga jallodlar yaxshi-da bular uchun. Men hayron qolaman-da, bu mazoxizmmi deyman haligini. Kasallik bor-ku, o'sha qancha qiynalsa lazzat oladigan kasallik. Ular sadist bo'lsa, bular mazoxist-da. Bularni o'sha qamchilab ishlatib, paxtada o'sha ertalabdan kechgacha o'sha nima qilsa, shunga xursand-da bu xalqlar. Hayronman. Kurashish instinkt yo'q. Xudoy aka. Men so'rashim kerak bo'lgan, lekin so'ra olmagan yana qanday masalalar bor? Juda ham bir og'ir holat. Bu hozirgi aytib o'tdingiz, mana nima bo'lganki, Nuriddin Akramovichmi? Shu kishini bir videosini ko'rib qoldim. Shu kishi o'sha 50-yillar, o'sha Stalin davrida, endi oxirgi qatoqonlar davrida ko'p odamlarni saqlab qolgan ekanda. Masalan, Shukrullo, Bali Kremlda o'tgan yillarning kitobining mualliflari. O'shani bir videosini ko'rib qoldim shu kishini. Shu rosa hurmatim oshdi shu kishiga. O'sha rahmatli, o'sha joylar jannatda bo'lsin. Shu kishi aytayaptiki, bir spiska olib kelishdi menga dedi. O'zbekiston o'sha intelligensiyasi, O'zbekiston ziyolilari qatag'on. Qo'l qo'yib bersam ketdi ular, qamalga. 40-yillar. 50-yil. Ha, 50-yil. Hali Stalin tirik. O'sha Malinkov hammasi bor. Qarasam, uning ichida hamma oydinlarimiz, oxirgi omon qolgan oydinlarimiz. O'zi eng zo'r qatlamini bular yulib tashlaganda. Endi qolganichi? Yoshlar bor-ku qolganlari, Shukrullo, Oybek, yo'q, Oybek yo'q edi u yerda. Mana yoshlar, Said Ahmad. Endi mana 50-yillar yetishib chiqqan. Maqsud Shayxzoda. Boyagi qatag'onlarda yosh bo'lgan, hali ularda u yerda ularning umri hali kichkina bo'lgan, yosh bo'lgan, yoshlar. 50-yillar kelib ular katta bo'ldi, o'sib boshlayapti intelligensiya. Muhiddinov olib kelishyapti. Shunda aytayaptiki, bu mening millatimning oydinlari-ku, agar bularni yo'q qilsam, qanday ertaga hech kim qolmaydi-ku. Keyin aytadiki, o'sha ishontiradi Stalin. Intelligensiya kerak bizga deydi. Intelligensiya bo'lmasa millat baribir millat sifatida qolish uchun ham ziyoli qolish kerak-ku. Hammasini yo'q qilaversang, u ertaga millat sifatida yo'q bo'lib ketishi hech gap emas-ku. Degradatsiyaga uchrab. Va qutqarib qoladi shu odam. Qutqarib qolgan ekan. Stalin men kafolatman degan ekan Stalinga. Ana bo'lar ekan-ku. Ko'rdingizmi, Xayrat? Demak 37-yillar ham saqlab qolsa bo'lardi. Qo'rqoqlik qilishmaganda edi o'sha Usmon Yusupovlari, Oxim Boboyevlar agar o'zini tanasini, shukurasini o'ylamaganda balki saqlab qolish ham mumkin edi ko'pchiligini. Yoki ana shu G'ofur G'ulom boshqalar sotqinlik qilmaganda, men sotmayman deganda balki ularning hammasini yo'q qilib yubora olmasmidi. Xullas kurashish kerak edi. Kurashish kerak. Hammasi kurashga. Shuning uchun mana ko'pchilik nima yozadi-da, nimada eng baribir men shu nimalarga qoyil qolaman-da, G'ayrat xo'ja. O'sha bolsheviklarga qarshi kurashgan odamlar bor. O'sha Madaminbek, Ibrohim Sher Muhammadbek. Undan ko'ra mana unday qilib ularga yem bo'lib ketgandan ko'ra qo'lga qurol olib yaxshilab otishib o'lgan 1000 marta yaxshi ekan. Ular to'ppa-to'g'ri qilgan ekan. Barakalla o'shalar. Sovetlarga ishonmang. Ular to'ppa-to'g'ri. Mana shu jadidlarimiz ham iloji bo'lgan o'shalarning yo'lida ketish kerak edi. Yo chet elga chiqib ketish kerak edi, yo shular bilan birga kurashib bolsheviklarga qarshi shahid bo'lib, jangda shahid bo'lgani 1000 marta yaxshi edi. Bunday qilib bularga ishonib yem bo'lib ketgandan ko'ra. Yumaloq xatlar yozishga nima majbur qilgan odamlarni? Hasadmi faqat? Yo'q, ommadan qo'rquv. Hasad, ommadan qo'rquv. Ya'ni sen yozmasang seni yozishadimi? Albatta. Ommadan qo'rquv. Nima deydi? Qo'yil haligi nima deydi? Haligiga kirgandan keyin молчание, yagniyat. Qo'zichoqlar sukunati bor-ku. Meni olib ketmasa bo'ldi. Vijdonsizlik, marazlik. Meni olib ketmasa bo'ldi. Ana uni olib ketdi bo'ldi. Men tirik qoldim, tamom.
menga teginmasa bo'ldi. Lekin qachongacha? Sekin-sekin seni ham olib ketadi-ku. Bittangni oladi, ertaga ikkinchingni oladi. Indamasang uchinchingni hammangni olib tiqadi, sekin-sekin yo'q qiladi, mahv qiladi. Endi nima demoqchiman? O'zi umuman inson, masalan inson bitta millat odamlari, bitta din odamlari, axir u jigaring-ku. Qanday uni qiynab, qanday qilib uni sotishing mumkin? U jigaring-ku, u seni mahalladoshing, seni millatdoshing, vatandoshing-ku. Uni azoblab, uni yo'q qilgandan senga nima foyda? Albatta. Sen nima topasan undan? Aksincha arzimagan shuni ishini olding, mayli joyini olding, mayli o'shalar bergan o'sha amalga erishding, bola chaqang biroz yaxshi yashadi shuni orqasidan, lekin Xudoni oldida javob berasan-ku ertaga.